Assalomu alaykum Universal TV ashaddiy muxlislari, obunachilar, bugungi video roligimizda boshladik. Obunachilar, bugungi video roligimizda boshlanishidan o'zimizda obunachilardan kelgan eng qiziq, arzon, qimmat texnikalardan bor obunachilar. Undan keyingisi ham tanishi oxirgacha video roligimizda oxirgacha traktorlar narxlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta siz so'raganlardan hozir hammasini aytsak videomizda qiziq qolmay qoladi obunachilar. Videomizni boshlashimizdan oldin har doimgi debdan like bosishni unutmaysiz. Agar kanalimizda mehmonlar bo'ladigan bo'lsa, podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasidan bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz degan umiddamiz. Malla bola kanalga har doimgidek o'tib obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar obunachilar. Описаниеda hamda kommentariyada qoldiraman u kanalimning silkasini. Agar siz qanaqa texnika ko'rishni istaydigan bo'lsangiz, prosta shunday kommentariyaga tushib yozib qoldirsangiz, albatta shu texnika siz so'ragan texnikalardan chiqarishga harakat qilamiz. Agar siz qanaqa texnikangiz bo'ladigan bo'lsa, reklama uchun mana shu WhatsApp, Telegram yozilgan turibdi. Mana shundan bemalol bog'lanishingiz mumkin obunachilar. Bizda reklama qilish 100% tekin, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bo'lmasa biz video roligimizni boshladik. Obunachilar, mana video roligimiz boshlanishidan o'zimizda obunachilardan kelgan mana ekskavatorchamiz sotiladi. Sastiyanlari ideal holatda deb aytib o'tishyapti obunachilar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, ishlashiga garantiya ekan obunachilar. Mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Sveji holda obunachilar. Hyundai 55F degan rusumdagisi ekan bu obunachilar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 160 million so'm deyilyapti. Albatta yana kelishiladigan narxda obunachilar. Surxondaryo Denovda ekan bu. Srochno sotiladi deb aytib o'tishyapti. Narxida albatta kelishiladigan narxda. Agar manzil ma'lumotlarni agar bizning kanaldan oldik desangiz, ozgina skitkasi ham bo'ladi obunachilar. Mana shu ekrandagi telefon raqamlardan bog'lanishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatda endi bu ham o'zimizda obunachilardan kelgan pogruzchigimiz sotilar ekan. Sastiyanlar mana o'zingiz ko'rib turibsiz, ham video davomida ishlaganlarni ko'rib o'tirasizlar obunachilar. Xo'p, 1981-yilda ishlab chiqarilgan o'zimizda obunachilardan kelgan deb aytib o'tdik obunachilar. Soatiga 12 ta dizel yeydi deb aytib o'tishyapti. Balonlari yangi ekan, 3 kubaligi ekan bu obunachilar. Bu Farg'onada ekan bu. Narxi 11 ming kami bor deb aytib o'tishyapti obunachilar. Agar ma'lumotlarni Universal TVdan oldik desangiz, albatta skidkalari ham bo'ladi obunachilar. To'g'rimi aka? Bitta kommentariyada yozib qo'ying. Xo'p, bu obunachilar, bu texnikamizni hamma ma'lumotlarini aytib o'tdik. Mana shu ekrandagi telefon raqamlardan bemalol telefon qilib bog'lanib savdolashishingiz mumkin obunachilar. Ko'taravering tepaga. Законный, давай. Öçürüp qo'ying. Bo'ldi, salarga kelsin endi. Obunachilar, mana navbatdagisi T28 traktorimiz sotiladi. O'zi bu ham o'zimizda obunachilardan kelgan, o'zimiz tomonidan nadежный traktorlardan obunachilar.
Xo'p, obunachilar buni narxi 50 million so'm deb aytib o'tishyapti. Nimaga qimmat deb birdan so'kmanglar obunachilar. Ikkita yangi tilishkasi qo'shib beriladi. Obunachilar ikkita suv bochka deb aytib o'tishyapti. Grabel deb yozishgan, yana berilar ekan. Dokumenti bor obunachilar, juda ko'p narsasi bor ekan. O'zinglar telefon orqali so'rab olaverasizlar. Samarqanddan bu obunachilar dokumentlari bor deb aytib o'tdik. Motor qilingan ekan. Mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatdagisi ham o'zimizda obunachilardan kelgan T28 traktorimiz sotiladi deb aytib o'tishyapti. Рабочий состояние ekan, balonlari ham harakatda ishlab beradi obunachilar, yaxshi holda. Xo'p, qisqa qilib aytadigan bo'lsak obunachilar, рабочий состояниедagi traktorimiz sotiladi. T28 3 kolloslik, narxi 16 million so'm deyilyapti. Albatta yana kelishiladigan narxda 78-yilda ishlab chiqarilgan obunachilar. Rahmon aka deb murojaat qilar ekansizlar. Xo'p, mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Buxoroda. Obunachilar, mana navbatdagisi vodovoz o'zimizda obunachilardan jo'natishgan, sotiladi, sostayanlari yaxshi holatda. Obunachilar, buni balonlarini o'zingiz ko'rib turganingizdek, balonlari hali anchagina ishlab beradi. Samarqand Nurobod tumanida ekan. Bu narxi $6000 ekan. Albatta kelishiladigan narxda, 60 talik. Xo'p, gazi bor, benzinda ham yurar ekan. Mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan bemalol bog'lanishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatda o'zimizda obunachilardan kelgan T40 передоги sotiladi. Sostansi, рабочий состояние deb aytib o'tishyapti obunachilar. Narxi 3 million so'm ekan. Urganchda ekan bu obunachilar. Mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatdagisi pressimiz sotiladi. Silindrlik, ko'taradigan bo'lish kerak menimcha. Sotilar ekan. Bu ham o'zimizda obunachilardan narxi 13 million so'm deyilyapti. Albatta yana kelishiladigan narxda Xorazmda turibdi. Obunachilar, bemalol mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan telefon qilishingiz mumkin. Ma'lumotlarni har doimgidek bizning kanaldan oling desangiz, skitkasi ham bo'ladi. Obunachilar, mana navbatdagisi MT80 traktorimiz. Bu ham o'zimizda obunachilardan kelgan, sostayanisi yaxshi, ishlab turgan texnika obunachilar. Xo'p, obunachilar, buni narxi 55 million so'm. Albatta yana kelishiladigan narxda obunachilar. Qo'shimcha jihozlariga keladigan bo'lsak, xo'p, pressib chizil bor ekan obunachilar. Mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatdagisi T40 traktorimiz sotiladi. Bu ham sostayanlari yaxshi deb aytib o'tishyapti. Hamma joyiga javob bergan ishlashlariga. Obunachilar, buni narxiga keladigan bo'lsak 19 million so'm deyilyapti. Albatta kelishiladigan narxda. Buxoro Shofirkomda ekan bu obunachilar. Sostayansini ideal deb yozishgan egalari, tilichkasi ham bor ekan. Tilichkasining narxi 9 million so'm, modelni narxda bo'lsa kerak u. Xo'p, obunachilar, manzilda aytdik. Mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan bemalol telefon qilishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatdagi T40 traktorimizni ko'rsatib o'tamiz. Buni ham sostayanlari yaxshi, ishlab turgan texnika deb aytib o'tishyapti obunachilar egalari. Xo'p, motor qilingan, korobka yaxshi deb aytib o'tishyapti. Kalta zavod bo'ladi. Narxi 20 million so'm deyilyapti. Albatta yana kelishiladigan narxda. Farg'ona, Qo'qonda ekan bu. Mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan bog'lanishinglar mumkin. Obunachilar, mana navbatda endi MT80 traktorlarimiz sotiladi. 3 kolloslik, 4 kolloslik, sostayanlari hammasi рабочий состояние deb aytib o'tishyapti. Hammasini balonlari yangi deb yozishgan egalari. Xo'p, obunachilar, bularning narxi har bittasi 40 million so'mdan bo'lsa kerak menimcha. Yanada o'zinglar so'rab olasizlar obunachilar. Xo'p, buni hammasi kalta zavod bo'ladi. Akkumulyatorlari bor deb aytib o'tishyapti. Xorazmda ekan. Doniyor aka deb murojaat qilasizlar. Mana shu ekrandagi telefon raqamlaridan bemalol bog'lanishingiz mumkin.
Obunachilar, mana navbatdagisi MTZ8201 sotiladi. Sostayanlari ideal holatda, pogrozchik. Xo'p, obunachilar, buni yili 2006-yilda ishlab chiqarilgan, srochno sotiladi deb aytib o'tishyapti. Hali motor ochilmagan ekan. Narxi 145 million so'm, albatta yana kelishiladigan narxda. Xo'p, jondor Buxoroda ekan bu. Mana shu ekrandagi telefon raqamlardan bog'lanishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatdagi Belarusimiz sotiladi. Sostayanlari ideal darajada, balonlari pachka, mana o'zingiz ham ko'rib turganingizdek ishlashiga javob deb aytib o'tishyapti. Pullik prinsiplari bilan qo'shib berilsa kerak, yanada o'zinglar so'rab olasizlar batafsil ma'lumotlarini. Narxi 285 million so'm deyilyapti. Yana albatta kelishiladigan narxda obunachilar. Xo'p, Nurafshon To'ytepa Toshkentda ekan bu. Mana shu ekrandagi telefon raqamlardan bemalol telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatdagi traktorimiz Yumuz traktori sotiladi. Oldida surguchi hamda chizel pulliklari bo'lishi kerak menimcha. Xo'p, obunachilar, MTZ motor bosilgan, MTZ80 motor bosilgan deb aytib o'tishyapti. Narxi 40 million so'm ekan, albatta yana kelishiladigan narxda. Balonlari to'rtalasi ham pachka bosilgan obunachilar. Samarqandda ekan bu ham. Laziz deb murojaat qilasizlar. Mana shu ekrandagi telefon raqamlar. Obunachilar, mana navbatdagisi MTZ80 traktori sotiladi. Sostayanlari yaxshi holatda, bu ham ishlab turgan texnika. Xo'p, obunachilar, buni narxi 45 million so'm, albatta kelishiladigan narxda zudlik bilan sotiladi deb aytib o'tishyapti. Urganch, Xorazmda ekan bu. Mana shu ekrandagi telefon raqamlardan telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatdagisi ham MTZ80 traktori 4 koleslik kabina maydasidan sotiladi. Sostayansi yaxshi deb aytib o'tishyapti egalari. Telichka chizel birliklari bilan, kultivatorlari bilan qo'shib beriladi deb aytib o'tishyapti egalari. Narxi 65 million so'm, albatta yana kelishiladigan narxda. Xo'p, Piskent Toshkentda ekan bu. Mana shu ekrandagi telefon raqamlardan bemalol bog'lanishingiz mumkin. Obunachilar, mana navbatdagi TTZ80 traktorimiz sotiladi. Sostayanlari yaxshi holatda, ishlab turgan texnika. Uchala balonlari ham pashti yangidek. O'zinglar ko'rib turganinglardek obunachilar, narxi 18 million so'm, albatta yana kelishiladigan narxda obunachilar. Sardor deb murojaat qilasizlar. Sirdaryoda ekan bu. Mana shu ekrandagi telefon raqamlar. Obunachilar, mana navbatdagi traktorimiz ham TTZ traktori sotiladi. Bu ham sostayansi yaxshi holatda, ishlab turgan texnika. Narxi 15 million so'm, albatta yana kelishiladigan narxda. Buxoroda. Mana shu ekrandagi telefon raqamlardan bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ilhom deb murojaat qilasizlar. Obunachilar, mana oxirgi texnikamizni ko'rsatib o'tamiz. T28 traktori sotiladi. Sostayansi yaxshi holatda deb aytib o'tishyapti egalari. Xo'p, obunachilar, kalta zavod bo'ladi. Balonlari o'rtacha, mana o'zingiz ko'rib turganingizdek 12 million 500 ming so'm narxi, albatta yana kelishiladigan narxda Bartovoy deb aytib o'tishyapti. Xo'p, obunachilar, Farg'onada ekan bu. Ma'lumotlarni obunachilar mana shu ekrandagi telefon raqamdan olishingiz mumkin. Obunachilar, shunday qilib video rolikni yakunlaymiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, har doimgidek bittadan like bosishni unutmaysiz degan umiddamiz.